O'zbekistonda o'zbek tilini bilish shartmi? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasiga ko'ra o'zbek tili davlat tili hisoblanadi. Bu barcha davlat idoralari, tashkilotlar va xizmat ko'rsatish sohalarida o'zbek tilidan foydalanishni talab qiladi. 1989-yil 21-oktyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunga ko'ra, davlat tilini bilish O'zbekiston Respublikasi fuqarosi uchun fuqarolik burchi hisoblanadi. Fuqarolarga davlat tilida xizmat ko'rsatish majburiydir. Agar xizmat ko'rsatish boshqa tillarda bo'lsa, bu qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ammo o'zbek tilidagi xizmat asosiy bo'lishi kerak. Yozuvlar, hujjatlar, e'lonlar va reklama materiallari davlat tilida bo'lishi shart. Agar davlat idorasi yoki xususiy korxona mijoz bilan faqatgina rus yoki boshqa chet tilida muloqot qilsa, bu qonunni buzish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 42-moddasi bu kabi holatlar uchun javobgarlikni nazarda tutadi. Til asosida kamsitish yoki e'tiborsizlik qilish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, davlat tili to'g'risidagi qonunga va inson huquqlari deklaratsiyasiga zid. Shuning uchun xizmatlar o'zbek tilida bo'lmasa, fuqarolar bu haqda murojaat yo'llash, shikoyat qilish va huquqiy choralar ko'rishni talab qilish huquqiga ega.